jonliroq gapiradi. Bitta esda chiqib qolyapti-da. Raqib yurasan deb qo'yadi. Polya bilan kamera boshqa-ku. Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir zborlarimizni ham boshlab oldik. Ko'z temasini hammasi reja asosida ketyapti. Hozir hamma urg'uni shu общий выносливостьga qaratganmiz. Hozircha hammasi yaxshi. Ikkinchi krug ancha yaxshi qo'shdik va chempionlikka ancha yaqin ham keldik deb o'ylayman. Birinchi krugda yo'qotgan ochkolarimiz ancha pand berdi bizga. Xudo xolasa shu o'yinlarni ham davom ettirib, bu yil oldimizga yaxshi zadacha qo'yib, chempionlikka harakat qilamiz. Va jamoamizda o'tgan yil to'purari Igor Sergeyev tark etgani bizga ancha qo'l kelmasligi mumkin. U hozircha bizga yaxshi bir hujumchi va desatka qarayapmiz. Xudo xolasa shular o'rnini to'ldirib chempion sari boramiz. Hozir biz bilan yaxshi yoshlar jalb qilingan. Paxtakor akademiyasidan ham juda kuchli bolalar. Ular xudo xolasa kelajagi bor. Bizga ham ancha yordam beradi degan umiddamiz va qolgan pozitsiyalarni ham shu yoshlar orqali to'ldirishga harakat qilamiz. Bizda yoshligimizda ham shu kattalar ancha o'rnak bo'lgan. Yoshligimizda shu Eldor Shomurodov, Otabek Shukurov, Akrom Komilov, Rustam Ashurmatov shu yosh bo'lganimizga qaramasdan kattalar bizga yaxshi maslahat berishgan va ular bilan birga mashg'ulot o'tkazganimiz bizga ancha plyusimizga ishlagan va bizga ancha tajriba bo'lgan. Hozir ham bu yoshlar ham biz bilan ancha yaxshi mashg'ulot olib borishyapti. Ularga ham kerakli maslahatlarni berib boryapmiz va ular ham xudo xolasa katta bo'lgandan keyin yoshlarga yaxshi maslahat berib boradi degan umiddaman. Xudo xolasa bu yil 2026-yil oldimizga yaxshi maqsadlar qo'yganmiz. Osiyo Chempionlar Ligasi, Chempionlik, O'zbekiston Kubogini olish, xudo xolasa Paxtakor tarkibida kelib qo'shilgandan beri bir marta treble qo'lga kiritganman va xudo xolasa 2026-yil ham shu treblni xudo xolasa qaytarish niyatimiz bor va oldimizda jahon chempionati turibdi va ular o'sha tarkibga xudo xolasa kirib jahon chempionatlarida qatnashish niyatim bor. Hozirgi murabbiylar shtabi bilan ancha yildan beri tanishmiz va hozirgi kelgan yangi murabbiylar bilan ham sekin-asta tanishib, ko'nikib bormoqdamiz va bizga kerakli maslahatlar beradi degan umiddamiz. Jamoada muhit ancha yaxshi. Shu bosh murabbiyimiz Kamol aka bilan ham ancha yaqinmiz desak ham bo'ladi. Hamma bolalar bilan birdek muomalada bo'lishadi. Va hozirgi birinchi zborimiz bizga butun sezon bo'yicha yordam beradi deb o'ylaymiz. Paxtakor muxlislarini xursand qilamiz bu yil. Yana xudo xolasa treblni qo'lga kiritib hammani xursand qilamiz va alohida o'zimizda Paxtakor futbol klubini homiylariga ham xudo xolasa shu treblni sovg'a qilamiz.